Assalamu alaykum qadrli radio anglagıç dostlar. Nuriyadan berilayotgan Rishta radiosining 8-qatimliq yangi sahifasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Aygul Yusuf eng oldi bilan Janob Allohning bizni mush kunga ulashtirganiga rahmat aytish bilan birga yana barliq qimmatli radio tinglovchilarimga Nuriyatga Uyg'ur qarindoshlarimning hurmat va salomlarini yo'llayman. Ketkenler unutulmaz sahifimizde talantlı şaire, Şvetsiyada yaşayotgan Rahila Kamal'ның Uyghur oğlanı, rahmetlik Küreş Kösen'ge atap yazgan Siz namlıq şiiri huzurunlarda boldu. Siz, Abduri Rahila Kamal. Hürlük cancısı, talantliq sanatkar Küreş Kösen Efendi'ge hürmet bilen bağışlayman. Nakşilarınızı suyup anlaytık. Anlap yine kanmaytık. Siz sumbul çiçimni kestirmegen. Siz dadamның yerini sat qozmağan. Siz senem mangan, g'erib yangan. Parij'de yok, İstanbul'da mı yok? Reyhan puraydıgan tar ko'chini çaktırmağan. Siz közümüzni nurlandırıp, ata anımızını ayırmağan. Biz sizning naqshlarınız, kuyingizda yig'laydi ko'zlar, hayajonda yuzlar, ammo sukutda so'zlar. Sizni ketdi dedi, o'zga bir jannatga yetdi dedi. Bilmadikki hicranda qildak to'lg'anganligingizni, siz chekkan riyozat, husumatlarni, o'yg'on deb sayrag'an duttaringizni, yulduzsiz, oysiz sovuq tunlarni, gar bo'lsidi duttaringizning tili, siz uchun qon yig'lab sunar edi qip-qizil atir gullarni. Siz aşık ediniz tanga, sabaha. Siz meşuk ediniz nurga, sabaha. İzlediniz zeytun çişlep kelgen keptarni. Kattınız özünüzni hem bu tügümez dertlik navaga. Şimalның bu aral dövleti, paravini hem de söyledi. Kömlüңizge bermedi aram, kılalmedi ya ki sizni ram. Ohsiniş, hasretler, dertlerden ütüp tegdi yürekке. Bu kengri alemden için ecelnin közü düşmedi sizden bölekке. Ya Rabbim, hükmünge sual koyulmaz. Kelelmuduk paniga bir gün ölmekke. Untuldu köp işler ötkenden keyin. Untuldu köp insan yütkenden keyin. Siz untulmadınız, kalplerden köçmediniz. Siz yulduzlardek yenip turdunuz, öçmediniz.
Siz naqşınız, kuyunuz yangrab qaldı. Küreşcan ruhunuz çaqnab qaldı. Söygelleriniz közni emas, yüregini yaşlab qaldı. Siz tikkan erkinlik köçdi, jallada, qanlada yaşab qaldı. Siz hayatınızda vatan sahnesini gulzar qilgan, yaqi yurtlarda Uyghur ruhini avad qilgan, jangovar kuyingizda dushmanni zar qilgan, o'yg'itib qalblarni azob qilgan. Siz barg'ala yerlarda ma'no ham qimmat bergansiz. Ishonamanki jannatdimi siz yana bizni o'ylaysiz. Siz barliqingizda kuylaringizga yig'latdingiz. Siz yo'qlig'ingizda sevgimdirib, alamingizni untoldirib, bag'rimizni tilim tilg'atdingiz. She'riyat ona tilimizning eng yuksalgan qismi. Chunki shoirlar eng go'zal va fasohatli tili bilan vatan, millat, inson sevgisini tasvirlaydi. Muhabbat, nafrat, adolat, tilak, armon, ezgu va sevg'inishlar go'zal she'riy misralar orqali ifoda etildi. Mushu sababdan men chet ellarda muhojiratda yashab turibmi, qalamlarini dodlashtirib qo'ymay, to'xtamay yezib, Uyg'ur she'riyatini qo'g'dab kelayotgan barliq shoir va shoiralarga bo'lgan cho'nqur hurmatimni bildirish va ularning go'zal misralari bilan hammalarni tang huzurlantirish uchun she'riyat gulzori sahifasini huzuringizga sunaman. Tövende Gollandiyada yaşayotgan istidodli qalam egisi, vatanparvar, millatparvar Asiya Uyg'ur xonimning Zerikdim nomli she'ri huzuringizda. Zerikdim. Abduri Asiya Uyg'ur. Uyg'ur uchun hurlik izlash istigim. Uyg'ur uchun so'zlay desam cheklandim. Hurlik izlab kirgan mushkul yo'llarda, yiqilsam ham yaralansam, o'lmasam, Uyg'ur uchun yana shundoq so'zlasam, o'lgandinmi battar gapda batlandim, ammo yana qaytmadim. Hurlik uchun mengayvadim, qochmadim. Yo'llarimni to'sqan davan tog'ladin, dog'dam o'tdim, hayvetidan qaytmadim. Uyg'ur bo'lib yashashdan ham tanmadim. Davan kabi quruq gapdan zerikdim. Yashavadim manzil uchun harmadim, chunki uni o'zim bilib tanladim. Qandoq qilay manzilim bak yiroqkan, to'rda mavhum arvohlardan zerikdim. Zerikmedim o'z yo'limdan hech zamon, ammo yo'lim to'sqanlardan zerikdim. Zerikmedim taqdiri koj Uyg'urdan, ammo g'ayvat shikoyatdan zerikdim. Charchamagan qarliq judulladimi, yoki bo'ron yomg'ir shivirg'andimi?
dad pendiyat deyishkila az qaldım. Öf, tügümegen cehalettin zeriktim. Әмді huzurunlağı sundığınım, Angliyada yaşaydigan, yürügi vatan millet işqi yangan, mol hosulluq şair Aziz Aysa Alkunning Quyoshga qarab ketib borman degan she'ri. Quyoshga qarab ketib borman. Zemin bilan bo'shliq orlig'ida. Xuddi parvona dramasiga o'xshash. Öksigan armonimni özəm bilan billa elib, qadamlarimni eg'ir besib, o'ychan ko'zlarimni zemin bilan egiz cho'qla сөйшidigan upuqlarga tikib, quyoshga yaqinlashay deb ketib boraman. Ana, har yili tomuzda gulxon bo'lib ko'yibla turadigan manga o'xshash Kaliforniyaning parvona o'rmonlari ko'rindi. Xo'rliqning olamga patmas qisosi bo'lib, qalbimga chegilib ketgan g'aliyon yipi uch qit'a, ikki okean orasiga so'zildi. Aslida bu zemin keng edi. Hamma odamlar sig'ib yashaydi. Ammo bugun mening elim ota bovisi yashab kelgan o'zi tug'ilgan zaminga sig'madi. Men dunyoda faqatla o'z xalqimdan ayrilib qilishdan qo'rqaman. Men seg'inish musofasini azaldan o'lchimigan, chunki u qalbimga obida bo'lib to'ralgan. Zaminning saxiyligi bizga guvoh, chunki bu yerda kun chiqsa, kecha Uyg'ur osmoniga oy tug'di. Bilaman, kuyishning azobimi bizga rohat. Janubning cho'llari taklimakanga o'xshash issiqda o'ylayman. Shunga shu tarafga qarab ketib boraman. Tunugun kecha tushimda bobomni, yurtimni ko'rdim. Men kichik bir bola edim. Tong saharda o'tunga minibdimiz. Bizning yuz ko'zlarimizga yanvardagi to'pa yo'lda chang to'zon qo'ngandek oppoq quruq qo'nibdi. Yana shu yilqi unutilmas kechmish al kunning qalbida o't bo'lib yenibdi. Men quyoshga qarab ketib boraman. Ammo har kuni bir yosh qiyirib ketib boraman. Chunki yuragimdagi kuyuk yeshi qizimning yeshidanmi halqib ketdi. Pig'on zardob bo'lib qonga aylanib ketdi. Paxtadanmi yumshoq bu yurakka chekidan daz ketdi. Men quyoshga yaqinlashay deb o'tning teshida bo'lsa-mu bir kuyib olay deb men janubga qarab ketib boraman. Kaliforniya 2019-yili 8-mart. Chet eldagi bir qism shoir va shoiralarimizning she'rlari turk tili va ingliz tiliga tarjima qilinib,
Uyghur şeirlerini chet ellik o'qirmanlarga tunishtirishdek yaxshi bir yuzlanish maydoni kelmoqda. Navbatda Amerikada yashayotgan elga tanilgan talantli shoir Tahir Hamidning bir qism go'zal she'rlari inglizchaga tarjima qilingan bo'lib, men she'r oshnolariga vakolatan shoirning bu muvaffaqiyatini chin qalbimdan tabriklayman va texim ko'p she'rlarining tarjima qilinishiga tilakdoshman. Endi Tahir Hamidning Qiz va Namozsham nomli she'rlari huzuringlarda bo'ldi. Namozsham Abduri Tahir Hamid. Üstümge yepildi anar güllük keçki şebek. Cenub taraftan teraballa keskin terizde. Ey harlanışqa xumar boğucula, unutup qanmanla, şu tap tenimdin çıqıvatqan aciz hararetni. Hiç qandaq çare ahmedi, Cimg'ur bir odam bo'lishimga mushu namozshamda. Hamda shimoldan chiqib sharqdan kirdim. Andin notunush talada jim turdim. Asabiy xom xiyoldan ozod bo'lib, ammo ko'rdimki zaxmilangan bir parcha göş. Texi yeni idi hem de tenimde idi. Ana renglik qansırgan qaramakka mening emasdekla. 2018 yılı 17 dekabr Virginia. Kız Çandurma ey kızcaq, sözünni üzün, saqlığın yürekte, bolma bitaqat. Qoyuvet azapla yağsın beşinğa, söygünün azabı, söygüdür paqat. Sen söygün azapta, men bilmey zinhar. Men söýey köz yaşta, sen bilme nigar. İşengen paqat şu birden bir söýgü. Başqısı yalgan ve başqısı bekar. Endi qalbning huzuri kuyla sayfimiz huzuringlarda. Uyg'ur naqshlarda vatan bor. Uyg'ur bor, seg'inish bor, ota-ona bor, urug' tuqqanlar bor, do'stlar, saboqdoshlar va biz so'yganlar va biz nafratlanganlar bor. Uyg'ur naqshlarda hijron bor. Uyg'ur naqshlarida tarix bor, kurash bor, aslama bor. Bir qatar Əslime xiyalımdın bir-birlep üter. Qatar qatar Əslime xiyalımdın bir-birlep üter. Bəzisi dilni xush qılar, bəzisi pinhan yığlatar. İşqida her dem esleter. Muhabbet, muhabbet. Bəzisi
bezisi pinhan yığılıtar Işkıda her dem esleter Muhabbet, muhabbet Tunciret kürgünüm her bir kışın çeker dıltarım Tunciret kürgünüm her bir kışın çeker dıltarım Yürekte fakat sen barım bir körnekni ister bu canim red kılmagın köngül izharım muhabbet muhabbet red kılmagın köngül izharım muhabbet muhabbet Candın aziz kürgünüm Tikensiz gülde üzgünüm Candın aziz kürgünüm Tikensiz gülde üzgünüm Etme seven keçkinin qayt qilmasdin ketginin sebep oshkor qilmading bevafo muhabbet javobsizman neylayin netay bevafo muhabbet bevafo muhabbet bevafo muhabbet
Lahundek hafızlarning bostonidir. Rozam kamdek hafızlarning bostonidir. Menu o'tgan ilya bo'ylab naqsham bilan, ay naqsham bilan. Menu o'tgan ilya bo'ylab naqsham bilan, men seg'ingan shu damlarni seg'endimmi? Menu o'tgan ilya bo'ylab naqsham bilan, men seg'ingan shu damlarni seg'endimmi? Seg'indimmi? Seg'indimmi? Men seg'indim xalqim senmi? Seg'indimmi? Seg'indimmi? Ay seg'indimmi? Men seg'indim xalqim senmi? Seg'indimmi? Yaxshilardan yaxshilik miras bo'p qolur. Talashdim o yomonning yolisi qolur. Yaxshilardan yaxshilik miras bo'p qolur. Talashdim o yomonning yolisi qolur. Danalarning dana so'zi iznasi qolur. İcadkarning ijodi sahnasi qolur. Danalarning dana so'zi iznasi qolur. İcadkarning ijodi naqshi qolur. Seg'indimmi? Seg'indimmi? Men seg'indim xalqim senmi? Seg'indimmi? Seg'indimmi? Ay seg'indimmi? Men seg'indim xalqim senmi? Seg'indimmi? Men seg'indim xalqim senmi? Seg'indimmi? Ayallar rivayet. Ayallar en güzel tabiat. Ayallar sevgi, mehr ve vapa. Lekin ayallarning dunyodan erishgini beg'ishlig'idanmi oz. Ayalning ayal bo'lmag'i inson bo'lmoqdanmi tez. Endi güzel xonimlarimizning huzuriga Ey ayal nomliq avtori noma'lum bo'lgan tövendeki nesri şiirini sunaman. Bir ayalning hayoti muhabbatga dafna qilingan bo'ladi. Bir ayalning balasi bo'ladi, yo'ldoshi bo'ladi. Yiroq-yiroqlarda g'erib onasi bo'ladi. Pichirlab baxt tilayotgan dadasi bo'ladi. Bir ayalning qo'ng'iroqliq sayti bo'ldi. G'ijirlab turgan böşügi bo'ladi. Achchiq damlangan bir istakan qahvasi bo'ladi. Ayal sevgi uchun o'zini darg'a osadigan ayal. Ko'z yoshlarini marjon qilib qaqoqlab kuladigan ayal. Visal uchun yaqi yurtlarda sarson bo'ladigan ayal. Arzu umidlarining qotiliga aylanoladigan ayal. Ayal her kuni quyoshning
yangi bo'lishini umid qiladi. Ayol partuqlari bilan, ranglik dasmollari bilan hayotini suyalaydi. Ayol kirimsiz chiroyi bilan farzandlariga go'zallikning nimaligini his qildira oladi. Ayol kutishga qo'l bo'ladi, kutaverib o'lib qoladi, kutishlardan qayta terildi. Ayol bir jinini 40 bo'lib yashay oladi. 40 jini bilan bir erni suyalaydi. Ayol hech nima emas. U taş üstüde echilib qolgan bir tal gül xolos. Xayrlik sahar, uyim, balam, erim deb bir jinini 40 bo'lib yashayotgan barliq ay chiroy analar, ay chiroy ayollar, ay chiroy xonimlar. Qachonki sizlarning kulganlar osmon qahriga, Allah huzuriga yetsa, bu boqiy olam jannatga aylandi. Qachonki sizlarning ko'z yeshinglar, nafratinglar, xo'rlig'inglar, dod faryodinglar, azob oqibatlaringlar, tanholig'inglar olam qahriga, Allah huzuriga yetsa, bu boqiy olamda do'zax aksi ko'rildi. Bu boqiy olamni to'pon balasi bosidi. Qadrli radio anglag'uchi do'stlar, yana vaqt munosabati bilan anglitishimizni mush yerda oxirlashtirishga majburman. Men mushu balo qazo va kasallik opti beshimizda agib yurgan zulmatli kunlarda barliq Uyg'ur qarindoshlarimizga avval yaratquchi Alloh egamdan sog'lik, salomatlik va erkinlik tilayman. Ondan barliq qarindoshlarimning har bir kunni umid va har bir tindiqni fursat deb bilib, vatan, millat va o'z hayoti uchun tik turishini, umidning umrdan uzun ekanligini hargiz unutib qolmasligini chin yuragimdan tilash bilan bugungi bu programmani mush yerda oxirlashtiraman. Yana bir qatimliq anglitishimizgacha hammanglarga Xudoyim omonat deyman. Xush vaqt bo'linglar.